4 etajli uchastka tayyor patkulch holatda bo'lsa, narxi nech pul bo'ladi deb o'ylaysizlar? Lokatsiyamiz Toshkent tumani Qizg'aldoq mahallasi bo'ladi. Mehnat postidan 1 kilometr o'tganimizda suv, svet, gaz, kanalizatsiya hamma narsa bor. 4 urindan iborat juda ham chiroyli remontdan chiqarilgan shu uchastkamizda narxini ham boshida aytaman, $137 ming, hali kelishiladigan joyi bor. Xohlasanglar korobka holatdagilari ham bor, $102 ming o'zingizlar bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi. Planirovkasini ko'rishimiz mumkin. Bitta mashina sig'adigan joy, burchida sanuzullari ham bor. Asosiy binoni birinchi etajdan tushuntirib beradigan bo'lsam, kirishimiz mana shunaqa chiroyli hol bilan boshlanadi. Xonalar ketma-ket joylashgan. O'ng qo'lda birinchi xonamizda kuxnyani ko'rishimiz mumkin, kattagina razmerda. Bundan tashqari bitta umumiy sanuzul va bitta katta zal, mehmonxona joylashgan. Minus birinchi etajni ko'radigan bo'lsak, mana shunaqa juda ham katta chiroyli zal qilib qo'yishgan ekan. Bundan tashqari namozxonalari ham bor. Ikkinchi etaj keladigan bo'lsak, ikkinchi etajimizda jami 3 ta xona joylashgan bo'ladi. Bitta katta yotoqxona, alohida garderob va sanuzul bilan birga bo'ladi va bundan tashqari ikkita bolalar yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Razmerlari yaxshi formatda, plus bitta umumiy sanuzulga ham ega. 3-etaj keladigan bo'lsak, 3-etajimizdan o'zidan 3 ta yotoqxona joylashgan bo'ladi. Bitta katta yotoqxonasi juda ham katta razmerda. Ikkita bolalar yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin va bitta sanuzul ham joylashgan. Uchastkamizning maydoni 1.35 sotix bo'ladi. Pastda egalarining nomerini qoldiramiz.